Uchastka quraman deb yurgan akalarimiz, opalarimiz ham bo'lishi mumkin. Xullas, o'shalar uchun maxsus video. Hop, demak boshlaymiz. Bu birinchi albomimiz. O'zi bizni albomni ikkita beramiz. Bitta albom klientni o'ziga, mijozimizdan o'ziga, ya'ni. Ikkinchi albomimiz ustalar uchun. Deyarli formati bir xil bo'ladi. Hop, endi uchastkani obzori. Bu 2 etajli uchastka, 3-etajda ham xonalar qilingan, 3 etaj degan bo'ladi. Tepada terrasning zonalari ham bor. Ko'cha tarafi mana shunaqa chiqdi. Fasad 15 metr. Joy 3 sotuq. Qurilishlari, darvozaxonalari, bu ichkaridan kirganda mana shunaqa ko'rinish bo'ladi. Mana shunaqa beklari. Bu yoqda letniy o'tiradigan joylarni ham qilib berganmiz. Mana bu yerda landshaftlar. Bu yog'i bo'ladigan bo'lsa, ichkari taraf navollari mana shunaqa dizaynda bo'ldi. Bu yog'i уже shu letniyni o'tiradigan joylari, bu ham takoy studiya qilingan, letniy kuxnyalari. Hozir bor edi uni kadrlari. Mana letniy kuxnyasi, mana bu o'tiradigan stol, o'rtada astrovtlari berilgan. Shunaqa. Bu tepada terrasning zona mana shunaqa qilib rejalaganmiz. Ya'ni terrasada bo'lishi kerak, mazza qilib o'tiriladigan hudud, televizor ko'rib o'tiradigan miyafki zona, undan tashqari mana oshxonalari ham bor bu yerda. Mana oshxonalari. Shunaqa. Bu TV o'tiriladigan joy, TV ko'rib o'tiradigan miyafki zona, mana bunaqa dumaloq kamin, искусственный kamin o'rnatilgan. Shunaqa. Hop, endi bu shu proyektimizning рабочий qismi, ya'ni ustalar mana shu bo'yicha ishlashadi. Mana shu razmerlar bo'yicha, balandliklar bo'yicha hammasini shundan olishadi. Bu yerda qanaqa chizmalar bo'lishligi oldingi videolardan ko'rsatib berganmiz. Bu fasadlar, tashqi fasad, ichki fasad, mana hamma razmerlar berilgan. Shu razmerlar bo'yicha ishlaymiz ustalar. Hop, bu ichkari fasadda mana shunaqa joyimiz bor. Mana bir etajli boya ko'rsatib o'tdim. Bu bo'lsa past tarafda mana shunaqa fontanni joy qilganmiz. Hovlida. Bu yoq kirganda chap tarafli davolimiz, bu narsa razrezga ulanib ketgan. Bu bizda birinchi etaj mebelirovkasi. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Mana kirganimizda hol, bu yoqda bitta oshxona, keyin bitta kirgan to'g'rida mana zal mehmonlar uchun, zaldan letniy kuxnyaga dostуп bor. Bu yoqda zimniy kuxnyaga dostуп bor. Shunaqa. Planirovka o'ylanish kerak bo'lgan eng zarur narsalardan biri hisoblanadi. Podval qo'rilganmiz. Bitta podvalda kichkina kladovka и kotelni joylaganmiz. Hop, podushkalari, fundamentlari, hop, razmerlari ustalar uchun ish berishiga, plitalar yopilishi, ayoli manalik bo'lishi. Bu ikkinchi etaj mebelirovkasi. Ikkinchi etajda ham bizda 1, 2, 3 ta spalnya, bitta katta hol, spalnya o'zining garderoblari bilan, sanuzellari bilan joylashgan. Plus bitta kabina joylashtirganmiz. Shunaqa. Ikkinchi etaj razmerlari, ikkinchi etaj usti yopilishi, qatmani monolit, qat plita. Nechili plitalar joylashish ham ko'rsatilgan. Уже bu bizda terrasa, mansardniy zonamiz. Bu yoqda o'sha o'tiriladigan joy, kladovka и uy egasini ikkita farzandlari bor, ikkalasi ham san'atkor. O'shalar uchun ham bitta xona tashab ketganmiz. Studiya xona, bu yerda mana klient kutib o'tirishadigan joy, o'zligisiga ishlaygan рабочий joy mo'ljallaganmiz. Shunaqa. Hop, endi bu o'sha razmerlari, shu razmerlar bo'yicha qilinadi. 3-etaj yopilishi, to'sin qo'yib, ferma qo'yib yopib olamiz inshaalloh. Bu tom yopmalari ham razmerlari beriladi, konkretni, undan tashqari razrez. Shu bilan proyektimiz yakunlanadi razrezlar bilan. Razrezlarda hamma balandliklar, eshik, derazalar, hammasi bo'ladi, xullas, kerakli bo'ladigan. Bu o'sha zinalarni alohida razrez qilib berganmiz. Mashinaga qarab zinani quyiladi. Shu bilan albomimiz yakunlanadi. Yana bitta xuddi shunaqa albom beriladi. Bu ustalar uchun. Buni menimcha obzor qilishimiz shart emas. Sababi ikkita albom formati deyarli bir xil bo'ladi. Bittasini ustaga berasiz, bittasi o'zingizda qoladi.